180 kundan ortiq noqonuniy Rossiyada yurgan bo'lsangiz. Demak, navbatdagi zapret turi bu podpunkt 13 chas 1 statiya 27 fezi 114 haqida. Qanday holatlarda bu asos bilan zapret qo'yiladi? 180 kundan ortiq noqonuniy Rossiyada yurgan bo'lsangiz. Demak, Rossiyaga keldingiz, 3 oydan keyin patent qilmasdan 3 oydan keyin yana 180 kundan ortiq Rossiyada yurgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa patentingiz bekor qilingandan keyin yoki patentingiz to'lamay qo'yganingizdan keyin yana 180 kun noqonuniy Rossiyaga yurgan bo'lsangiz, mana shu podpunkt bilan zapret qo'yiladi. Zapret muddati chiqib ketgan kuningizdan 5 yil hisoblanadi. Qanday holatlarda bekor qilinadi? Agar patent bo'lsa, lekin registratsiyangiz yo'qligi uchun sizga zapret qo'yilgan bo'lsa, ya'ni patent bilan yurgan bo'lsangiz, bu asos bilan zapret qo'yilgan bo'lsa yoki registratsiyangiz yo'qligi uchun zapret qo'yilgan bo'lsa, uni bekor qilsa bo'ladi. Va agar yaqin qarindoshlaringizda Rossiya fuqaroligi bo'lsa ham bekor qilishga urinish mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting, har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.